Assalomu alaykum. Botiniy ong qudratlari kanalimizning aziz obunachilari va kechirim qalbim tozaligi onlayn treningimizning o'suvchi ulg'ayuvchilari. Bugun sizlar bilan hayotimizdagi eng katta bir o'zgarishlarni boshlab bera oladigan tozalanishga, ya'ni otani kechirish meditatsiyasini bajaramiz. Hayotimizda bo'ladigan ko'pgina muammolar, turmush o'rtoq va erkaklar bilan bo'ladigan muammolar asosan erkaklardan xafa bo'lish tufaylidir. Biz ko'zimizni ochib oilada ko'rgan birinchi erkagimiz bu bizni otamiz bo'ladi. Agarda biz otamizdan qattiq xafa bo'lsak, bolaligimizdan undan nafratlansak, uni bizga to'g'ri yo'l ko'rsatganda koyiganlari bizni qalbimizni og'ritgan bo'lsa, biz undan butun umr xafa bo'lamiz. Otam yomon, otam meni yaxshi ko'rmaydi degan nafrat bilan katta bo'lamiz. Ayniqsa onaga bo'lgan hurmatsizlik ota tomonidan biz ko'rib guvoh bo'lgan bo'lsak, otaga biz o'zgacha nafrat bilan katta bo'lamiz va ota yomon, ya'ni erkak yomon degan fikr bilan ulg'ayamiz va turmushga chiqish ham biz uchun ko'pincha qiyinchilik. Turmushga chiqmagan ayollarda murojaat qilganda, turmushga chiqish bo'yicha ishlaganimizda, ularda asosan erkakka bo'lgan nafrat juda kuchli bo'ladi. Bu nafrat ularga bolalikdan, otadan keladi yoki uni qo'shni ustidan mazax qilgan va qaysidir erkakni noma'qul ishlarini ko'rib, bunaqa erkak bilan yashagandan yashamaganim yaxshi degan ong ostida qarorlar qabul qilingan bo'ladi. Va shu asosida bu ayol aqlan xohlayveradi turmushga chiqishni, ammo qalbi xohlamaydi. Chunki qalbida ong ostida erkak yomon dasturi bor va shuning uchun ham ko'p qizlar turmushga chiqa olmaydi. Shuning uchun ham azizlarim, oilada bo'lib o'tayotgan ko'p voqealardan qizlarimizni asraylik. Farzandimiz bizning tortishuvlarimizda guvoh bo'lmasin. Ba'zi bir ayollar hattoki qizlarini olib o'tirib otasini yomonlaydi. Mushtdekkina qiziga, uni ongiga kattalarga bo'lgan nafrat, erkakka bo'lgan nafratni ongiga joylaydi va shu asosida turmushga beradi. Xuddi sepini joylashtirib narigi uyga jo'natgan kabi. O'zini oilasidagi voqealar oqimini qizini mittigina ongiga joylashtirib bir fleshka bilan uzatishadi. Va otaning taqdiri, onaning taqdiri u yerda takrorlanadi. Ota xiyonat qilgan bo'lsa, xiyonatni ko'rib katta bo'lgan qiz xiyonatni nafratlanib ong ostiga erining xiyonatini tortib oladi va u yerda eridan kaltak yeydi, xiyonat ko'radi, hattoki ajrashadi va yana turmushga chiqadi. Va yana shu voqea takrorlanaveradi. Chunki hayotni yaratuvchisi har bir insonning o'zidir. Rejissyor sizning o'zingiz. Agar siz rejissyor bo'lsangiz, demak siz bir xil ssenariyni yaratyapsiz. Yaratuvchisiz siz. O'sha qiz otasini kechirib, otani kechira olganida mana shu voqealar barham topadi va hayoti yo'lga tushadi. Demak, hayotingizni bir ko'rib chiqing. Erkaklar bilan muammongiz bormi? Va otangiz bilan muammongiz bormi? Otangiz bilan bo'lgan munosabatingizni ko'rib chiqing. Agarda bu muammolarni yecha olmasangiz, albatta sessiyada bu bilan ishlanadi. Va sizning hayotingizni yaxshi tomonga o'zgartirish uchun yangi ustanovkalar
ko'riladi. Ana endi sizlar bilan ajoyib otani kechirish va otaga bo'lgan munosabatni o'zgartirish meditatsiyasini o'tamiz. Har doim meditatsiyadan avval suv ichib, ko'zlarimizni yumib va o'zimizni butun bir musiqaga berib yuboramiz. Tanamizni, ongimizni, qalbimizni mana shu musiqaga bag'ishlaymiz. Xuddiki uxlashdan oldingi holatga kiramiz va bir uxlashdan oldingi holatimizda yelkalarimizni bo'shashtiramiz. Suvlaringizni ichib olgansiz, tinch xonadasiz. Agar mana shunday holat bo'lsa, meditatsiyani bajaring. Ko'zlaringizni yuming, yelkalaringizni bo'shashtiring, peshonalaringizni bo'shashtiring, qo'llaringizni bo'shashtiring, oyoqlaringizni, butun tanangizni bo'shashtiring. Chuqur nafas oling va 5 gacha ichingizni ushlab turib chiqaring. Va yana bir marta chuqur nafas oling, chiqaring. Yana bir marta chuqur nafas olamiz va chiqaramiz. Men hozir anglashim kerak bo'lgan narsalarni, hayotimdagi barcha men anglay olmayotgan narsalarni anglashga o'zimga ruxsat beraman va hayotimni yo'lga qo'yishga ruxsat beraman deb ichingizda ayting. Va nimaiki menga kelsa har biri qalbim qo'ridan kelganligini tan olaman va uni qabul qilaman. Va o'zingizni bir uy qarshisida tasavvur qiling. Bu uyning ko'rinishiga e'tibor bering. Va mana shu uyning qalbingiz, uni ko'rinishlariga e'tibor bering. Bu sizning qalbingiz, qalb uyingiz. Qanday ko'rinishiga ega? Chiroylimi? Xunukmi? Oddiymi? Tantanavor yoki hashamatlimi? E'tibor qarating. Va uyni eshiklari oldiga keling va ayting: men hozir qalbimga tushib xafa bo'lgan insonim otamni ko'rmoqchiman. Agarda siz otangizdan xafa bo'lsangiz, mana shu uyga, to'g'ringizdan xafa bo'lgan mana shu uyga kirib, hozir siz qalbimda ruxsat beraman. Kimdan qattiq xafa bo'lsam, o'sha insonni ko'rishga deb ayting va eshikni oching va ichkariga kiring. Uzun koridor, asta-sekin eshikni ochib ichkariga kiring va qator eshiklar turibdi koridorda. Eshiklarning har birida sizni xafa qilgan insonlaringiz bittadan o'tiribdi. Siz esa eng ko'proq xafa qilgan insonni qidiryapsiz. Mana u koridorning to'g'ridagi eshikda. Oldiga boring va shu eshikning ortida sizni xafa qilgan insoningiz o'tiribdi. Ehtimol u otangizdir. Ehtimol u begona insondir. Mana shu eshikni asta-sekinlik bilan oching va ichkariga kiring. Xonaga e'tibor qarating. Xonaning ko'rinishi qanday? Yaxshilab e'tibor bering. Va sizni xafa qilgan inson o'zi ham xafa bo'lib o'tirgan bir insondir. Siz xafa bo'lgan inson hech kim e'tibor bermayapti. Mana shu stolda o'tiribdi shu xonada. Ehtimol u ham juda yupun kiyinib olgan va qalbi nuragan bechora bir insondir. Yaxshilab uni oldiga boring va unga qarang. Hol ahvolini ko'ring. Ehtimol bu bechora otangiz, ehtimol
o'zingizni qaysi bir inson, sizni xafa qilgan qaysi bir inson ko'ringan bo'lsa, o'sha inson bilan ishlaysiz. Men hozir ota bilan ishlashni davom ettiraman. Ana endi mana shu uydan narigi xonaga qarab eshik ochilgan. Va mana shu eshikni oching. Va eshikni ochib narigi tomonga chiqing. U yerda chiroyli manzarani ko'rdingiz. Dengiz ufurib turibdi, muzdek havo. Siz mana shu qirg'oqda turibsiz va xafa bo'lgan insoningizni, otangizni qarshingizga chaqiring. Va u inson qarshingizda turibdi. U inson qarshingizdagi insonga qarata gapiring. Otajon, sizni oldingizda kim turgan bo'lsa, o'shani aytib meditatsiyani bajaraverasiz. Otajon, men sizdan mana shu narsa uchun xafaman. Siz menga o'sha payt ishlamagansiz, yolg'iz o'zimni ishonmagansiz. Yolg'iz o'zimni ko'chaga chiqarmagansiz. To'ylarga yubormadingiz. O'qishga kirgizmadingiz. Yoqtirgan insonimga turmushga bermagansiz. Qalbingizda nimaiki bo'lsa, barini aytib oling. Otangizga meni bironta gaplarimni eshitmagansiz. Doim menga qarshi fikr bildirgansiz. Meni inson o'rnida ko'rmagandirsiz. Balki barchasini unga aytib oling. Ichingizdagi hamma gaplaringizni ayting. Va uni ko'zlariga tikilib qarang. Va tikilib turib ko'zlariga qarab sho'ng'ib ketdingiz uni ko'zlariga va o'zingizga ayting. Mana shu otamni, shu insonimni eng qiynalgan paytini ko'rishni xohlayman. Va to'satdan tarix chambarak urib, aylanib sizni o'sha zamonga tushib qoldingiz. Otangizning bolalik davrida o'sha davrga borib qoldingiz. Otangizning eng qiynalgan paytlarida ehtimol otangizning otasi juda ham qattiqqo'l insondir. Ehtimol otangizga kun bermayotgandir. Ehtimol doim uni qil, buni qil deb ish qildirayotgandir. Ehtimol qo'y qo'zilarni boq, yer chop, uni qil, buni qil deb doim unga buyruq berayotgandir. Bu holatlarni ko'ryapsiz. Ehtimol juda qiynalib, o'rtoqlaridan kaltak yeb maktablarda sumkalarini oldirib qo'yib yig'lab yurgan boladir bu. Ehtimol uni ota-onasi unga e'tibor bermay faqat boshqa farzandlariga erkalayotgandir. Va otangiz xuddi bir chekkada o'zini sig'indiday his qilayotgandir. Ehtimol men bu uyda faqat ish qilish uchun kelganman. Bu uyda faqat ish qilish uchun kerakman deb yig'lab o'tirgandir. Ehtimol dalalarda qiynalib ishlashga to'g'ri kelayotgandir. Bug'doy tergandir, hovli supurgandir. Idish-tovoq ham yuvayotgandir balki. Ehtimol maktabga ham bormay ota-onasi aytgan ishlarni qilayotgandir. Va bu azoblardan barchasidan qiynalib, ko'zlari yoshga to'lib, qattiq qo'l bo'laman deb o'ziga so'z bergandir. Farzandlarimga qattiq turaman deb o'ziga so'z bergandir. Ehtimol farzandlariga bundan buyog'iga e'tiborli bo'laman. Meni ota-onam menga e'tiborsiz bo'lgan deya sizga qattiqqo'llik qilayotgandir hozir. Buni barchasini ortida yaxshi niyat yotibdi. Ehtimol sizni shu niyat bilan to'ylarga yubormayotgandir. Ehtimol shuning uchun ham sizni ko'p tergayotgandir. Ehtimol shuning uchun ham telefonlashib yurgan insoningizga berishni xohlamayotgandir. Shuning uchun ham ko'proq
tergayotgandir. Telefon ishlatishingizga shuning uchun qo'ymayotgandir. Va otangizni bolaligini ko'ryapsiz. Qiynalib o'syapti. Hatto egnida kiyishga ham bir tayinli kiyimi yo'q. O'zidan kattalarning kiyim-kechagini kiyib yuribdi. Akasidan qolgan kiyimlarni kiyib yuribdi. Juda ham qiyin holatda yig'lab maktabga ham borgisi kelmayapti. Uning bolaligi shu qadar qiyin o'tgan. Va mana otangizni ko'rdingiz. Va shu holatida yig'lab o'tiribdi. Shu qadar qiyin o'tgan mana shu holatini borib, endi ham otangizdan xafa bo'lasizmi? Uni o'tmishini siz ko'rdingiz. Nima uchun shunaqa holatda ekanligini bildingiz. Axir otangiz o'zi bilgan tarbiya usulini qo'llamayaptimi? U bechora qayerdan ham bilsin yaxshi ota bo'lishni. Axir o'zi yaxshi ota qo'lida o'smagan-ku. Faqat talabchanlikni bilgan xolos va o'zicha sizni ham himoya qilyapti xolos. O'z farzandini boshqacha yashashni bilmaydi. Ammo nima bo'lganda ham bu sizni asrashni o'yladi va sizni zoriqtirmaslikni o'yladi. Va siz uchun hech narsadan zoriqmasin, och qolmasin deb hamma joydan ishlab mehnat qilib sizni boqyapti. Siz kamu-ko'zsiz o'syapsiz va shu yoshga yetib keldingiz. Maktablarni bitiryapsiz. Bugun bir hunarni boshini ushladingiz. O'qishga kirgandirsiz, oila qurgandirsiz. Hayotda otangiz sizni doim tejab tergagani oqibatida siz oq-qorani tanigandirsiz. Yomonlarga aldanmagandirsiz. Pullaringizni birovlarga berib qo'ymadingiz. Aynan otangizni mana shu tejashlari, tergashlari oqibatida siz o'z yo'lingizni topdingiz. Judayam yaxshi inson bo'lib voyaga yetdingiz. Va ana endi bolaligingizni ko'rdingiz. Ortingizga qayting. Qanday kelgan bo'lsangiz, shunday qayting. Koridor, xona, koinot orqali, ko'zlari orqali qayting. Va qarshingizda otangiz turibdi. Unga aytmoqchi bo'lgan gaplaringizni ayting. Otajon, meni kechiring. Men sizni qalbingizda yarimtagina qalbingizni tushunmagan ekanman. Sizni qalbingizga dori-darmon bo'lishni o'rniga sizdan yana ranjibman. Siz bolaligingizda ota-ona mehri nimaligini bilmay o'sgan ekansiz-ku. Men sizdan ranjib ota mehrini kutyapman. Aksincha men sizga beraman. Farzandlik mehrini beraman. Meni kechiring otajon. Va otangizni ko'zlariga yosh to'ldi. Otangiz hayot bo'lsalar u bilan ko'rishdingiz va undan kechirim so'rang. Barcha xafa bo'lgan holatlaringiz uchun agarda bu dunyodan o'tgan bo'lsalar, ularni ruhi bilan gaplashyapsiz. Otajon, mendan rozi bo'ling. Men sizdan shuncha vaqt xafa bo'lib yashapman. Aslida men sizga eng katta ustozim sifatida qaramabman. Siz mening eng katta ustozim ekansiz. Hayotda qoqilmasdan, yomonlarga aldanmasdan katta bo'lganim uchun siz menga yo'lchiroq bo'lgan ekansiz. Men sizni tushunmabman, men buni bilmabman. Meni kechiring. Nima bo'lganda ham bu xato emas. Bu bizni o'rtamizdagi tajriba edi xolos. Va men bu tajribamdan, imtihondan o'tganimdan xursandman. Men bundan to'g'ri xulosa chiqardim va farzandlarimga yaxshi ota bo'lishni sizdan o'rgandim. Va hozir juda yaxshi mehribon otaman. Va shunga dars berganingiz uchun rahmat sizga.
otangizga ayting, minnatdorman va otangiz hayot bo'lsa unga nima bergingiz kelsa bering. U kishi nima bersangiz xursand bo'lardi. O'sha narsalarni bering. Haj safarlariga bilet bering. Chiroyli kiyimlar, yaktaklar, do'ppilar bering, pullar bering, dollarlar, mashinalar bering. Chiroyli uylarni kalitini. Otangiz juda xursand bo'lib ketdi. Rahmat bolajonim. Men kutmagan edim bu sovg'alarni. Sendan juda ham xursandman. Sovg'alarni sen olib berdingiz otangizga va otangiz juda ham xursand bo'lib, otangiz bo'lmasalar duo qiling, ruhlariga duo qiling. Sizdan roziman otajon, yotgan joyingizda rozi bo'ling. Men sizni yaxshi ko'raman deng. Doim siz uchun duolar qilaman. Sizni yaxshiliklaringizni eslayman deb otangizni duo qiling. Qizim, o'g'lim, men sendan juda roziman. Men sen men o'ylaganimdek farzand bo'lib yetishding. Men seni xafa qilgan bo'lsam kechir meni. Men munosib ota bo'lolmagan bo'lsam kechir meni. Ana endi otangizni duolarini oldingiz. Otangiz sizga katta mashinalar, pullar sovg'alar qildi. Yurakchalar, baxt, sayohatlarga biletlar sovg'alar qildi. Sovg'alar